Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Shomurodov YouTube kanali. Jigarlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Manchester City'ni xo'rlab tashlagan Federico Valverdeni full qilamiz. Qani unda gapimizni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik do'stlar. Federico Valverde mana o'zi 91 holatda turibdi, bitta 100 chiqib turibdi. Biz shuni yaxshiroq full qilishga harakat qilamiz. Kuchaytirgichlarimiz bor yetarlicha. Bu videoga akkauntni tayyorlab bergan Bunyodbekka ham rahmat deb qolamiz. Mana boshladik. Bitta 90 83 84 Satara tezlik 87 92 ko'rsatkichga chiqib oldi Valverde. Satara 85 Accommodation 93 94 tezlik 98 Satara 86 Satara 87 Satara 88 Satara 89 tezlik 99 tezlik 100 ikkita 100 bor o'zi. Satara 90 Accommodation 96 Satara 91 Accommodation 97 Satara 92 Accommodation 98 Satara 93 Accommodation 99 va 100. 3ta 100 bor o'zi Valverde'da. Bu yoqqa 17 talik olmoslarimizni sarflaymiz va Federico Valverde ajoyib holatda full bo'ldi jigarlar. Mana Valverde ham full bo'lib qoldi. Endi bundan rasmlar olamiz. Qayoqqa ketdi endi? Mana ne ekan? Bundan rasmlar olamiz. Butsa almashtiradigan joyga o'tib, oralarda dizaynerlar bo'lsa, menga Telegramdan yozinglar. Shartnoma qilib menga preview yasab bersanglar, men sizlarga reklama qilib berishim mumkin. Valverdeni qidiramiz endi bu yerdan. Valverde. Mana Valverde. Buradan rasm olamiz. Endi David Rayani ham full qilamiz. Full bo'lmagan o'yinchi qolmasligi kerak akkauntimizda. Bittada 92 bo'ldi. 93 94 Ryan 93 va Raya ham full bo'ldi jigarlar. GKH 84 GKR 88 holatda akkauntimizda full bo'lmagan o'yinchilar qolmadi. Classic playerdan tashqari Tony Adamsdan. Endi esa Rayadan ham rasm olamiz. Preview tayyorlashda kerak bo'ladi. David Raya ketdi endi. Raya David Raya. Mana buni ham rasm olamiz. Preview tayyorlashda kerak bo'ladi. Chiroyli butsillardan qo'yamiz. Jigarlar, kommentariyaga kirib, keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiringlar. Xullas, o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Liboy aytgan fikringizni qilaman men. Aytgancha tanga olmos xizmatlarimiz ham ishga tushdi. Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz ham yangitdan ochildi. 0 ta obunachi. Men maqsad qilib qo'ydim. Telegramda 1000 ta bo'lsam, 10 ta dalasi full akkauntni xuddi mana shunga o'xshagan akkauntni operachilarimga berib yuboraman deb Telegram kanalimizda
qiziqarli narsalar tashlab boriladi. Har kuni bo'ladigan futbol matchlari, futbol yangiliklar, tanga olmos xizmatlarimiz aytib boriladi. Tanga olmos xizmatlarimizga bonus qo'yib tashlaganmiz. Voshchi bomba holatda 50% chegirma qo'yibmiz. 50% chegirma, o'ylab qaranglar. Aprelda qaytganimiz munosabati bilan 50% chegirma qilib qo'yibmiz. Shuning uchun foydalanib qolishingiz kerak. Albatta Telegram kanalimizga o'tib, Telegram kanalimiz esa videomiz opitsiyasida bo'ladi. Keyingi videoda mana shu akkauntni nima qilishimizni ham yozib qoldiringlar jigarlar. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.